O'zgidromet muhim axborot bilan chiqdi. Mamlakat hududiga sovuq antisiklon kirib kelmoqda. Ushbu jarayon bosqichma-bosqich bo'ladi va antisiklon kirib kelishi davrida atmosferada havo almashinuvi zaiflashadi. Natijada atmosfera havosida ifloslovchi moddalar va mayda zarrachalarning to'planishi kuzatilishi mumkin. Bu esa havo ifloslanishi ko'rsatkichlarini oshishiga olib keladi. Bu jarayon 3 kun davomida saqlanib turadi. So'ng antisiklonlarning ta'siri kuchayib boradi va 16-17 yanvar kunlariga kelib respublika bo'ylab deyarli barcha hududlarda havo harorati pasayadi. Kunduzgi haroratlar ham pasayib, tungi va ertalabki soatlarda sovuq kuchayadi. Shu bilan birga antisiklon natijasida yog'ingarchilik bo'lishi ham prognoz qilinmoqda. Ayrim hududlarda yomg'ir yoki qor ko'rinishida qisqa muddatli yog'ingarchilik qayd etiladi. Yog'ingarchiliklar va shamol natijasida atmosferada to'planib qolgan mayda zarrachalar yuvilishi hamda atmosfera havosi sifati yaxshilanishiga bir oz muddat sababchi bo'lishi kutilmoqda, deyiladi O'zgidromet xabarida. Eslatib o'tamiz, Qozog'iston Respublikasida 14-yanvar kuni -40 daraja sovuq bo'lishi kutilmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolardan ko'rish mumkinki, qor bo'ronlari boshlanib ulgurgan.